Ha, o'rtoqlar, oxirgi payt hech kim ko'ra olmayotgan BYD Chazorni fulli shu bo'ladi. Lekin gap bu haqida emas, bu albatta hazil masligi. Hozir juda zo'r yangilikni aytaman. Faqat ulgurib qolishingiz kerak. Yangi yo'ldagi Woman barber shopiga Zohid akam kelibdilar. Jiyan nima qilyapsiz? Sartarosh bo'ldingizmi? Yangilikni so'ra, o'sha BYDni hamma yangi yo'lliklar bilib bo'ldi, u qiziq emas. Jiyanlar eng qizig'i Mo'ylov aka brendi bo'ladi. To'g'rimi? Yangi yo'lda Zohid aka. Zohid akam juda ham ko'pchi sochini oldiradi. O'zlari kelayotganlarni eshitdim, men o'zim kelib oldim, birinchi o'zim oldirishim kerak. Zohid akam o'zlari qani? Zohid akam o'zlari, Zohid aka keladilar. Zohid akam o'zlari shu yerdalar. Aka, yangi yo'lda juda ko'p taniydi. Shedevrdan boshlab tanishadi. Aka, yangi yo'lga qaytdingizmi? Yangi yo'ldamiz Xudo xohlasa. Bu aniq endi Xudo xohlasa. Shu yerdasiz. Yo'qotib qo'yganim uchun Woman'damiz Xudo xohlasa. Xo'p bo'ladi, qaranglar. Men sizlarga lokatsiyasini tushuntiramanki, Zohid aka nomerlarini qoldiraman. Eslab qolinglar. Manzil Yangiyo'l shahar gayidan 30 bu yoqda bolalar o'yingohi bor, olma bor. Shuni to'g'risida Woman barber shop. Jiyan o'zingiz qadam shu yerda bo'lasizmi? Kunimizda jigarlar o'zimiz shu yerda bo'lamiz, sochimizni ham akamizga oldiramiz. Sizlarga Lekin boshqa sartaroshlar xafa bo'lishmasin, lekin Zohid akani Yangiyo'lda tanigan, bilganlar juda ko'p. yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Addushi.